Hammaga salom. Bugun nechanchi kun? Bugun 6-chi kun. Sana yodimda yo'q. Xullas, biza azonda choy ichibmiz. Qo'lda choy qaynatishni aytdi. Aytdilar-chi, hozir ko'rjak turibman, o'xshaymi yo'qmi? Suv qo'ydim, qaynatdim, qora choy soldim, zavor keyin sut solishim kerak. Gazdan shunday pilga yetib borasman, bugun almashtirishim kerak edi. Bugun oqshom almashtirishim kerak edi. Qo'limda juda chiqadi. Rahmat. Biz oqshom almashtirishim kerak edi. Qo'limda emas, bugun almashtirmoqda xolos yetib borasman. Yaxshi. Choy qaynasa keyin ko'rsatarman balki. Kayfiyatim yaxshi. Uyni havosini o'rgandim. O'rganishni havosini o'rgandim. 3 yil PJda yurgandan keyin uyni havosini o'rganish qiyinroq bo'ldi. Lekin o'rganishdim. Hali ham qaytib ketashim bor. Hali ham ketashim bor. Ko'rinishimni ko'rdingiz, afsusim sakkalda. Xorazmlarni tasdi, Xorazmni tasdi. Shunday qaytib ketashim bor. Ma'yatni mabodo uyni nerede ko'rinib qolsa va sizlar mana bu bardakni bo'ylab turgan bo'lsangiz, e'tibor etmanglar, to'yaldi. Hamma narsani bir yandan yig'ishtirib, bir yandan surib, bir yandan yig'ishtirib, bir yandan surib, hammasini to'qnashtirajakmiz. Chunki nerede normal ko'rinadi, nerede esa bardak ko'rib alishtirmislar. To'ychilik va bu ham to'y mojarolari. Bu ham to'y mojarolari haqidagi videolardan birisi bo'ladi menimcha. Bugun bog'lanib to'ydirib ketaman, shuni ham ko'rsatishim mumkin. Bog'ni qaranglar. Rasto. Ideal kristal, shirin kristal. Bularni aytdim, bugun kayfiyatim yaxshi deb kelamiz biz shu qaynashini kutamiz. Yaqindan xudodan turdim, chunki ko'rinishim ham bir antika bo'lishim kerak, ma'lumot menga iltimos. Dash ketmaslik uchun ko'tardim. Non yaptırmak olacak. Sen non yaptırıp koytamıyorsun. Ya bağımı tapıştırmaka çıkıyordum, yağmur yapıp başladı. İçana girdim, topladım namer. Bir zaman yazıp durar, telefona bozuluyordum. Yapmayın durardım, işlep başladım. Yine non yapıp koytamız hazır. Göremem yarapam. Köçede ben video alışar. Azı bağımı olsa non bilen bırakılarım video istemem. Keyin non hanımı gösterişim mümkün. Bağımı köçe aranda bir yanımda paket durup. Çatıdan arkana gidemiz biz adamla. Apamda operator bo'lsa majburladim. Bag'andan arkana ko'rsatilgan bo'ladi. To'lib borayotgan shu yerda emas. Bo'ldi o'chiradi. Ko'tarib boradi. Ana, tandirxona. Mana xonamiz. Hoppa. Kilitni oldim. Asos salomat, men qochdim. Yağmur yağıp turganı to'xtadi, sal yana sapalab turibdi, maydalab, lekin sezilmaydi unchalik. Hozir endi uyga borib, yangi ishimni davom ettirajak bo'lganman. Bog'ni o'rkasini boshladim. Kamerani olib chiqdim, hech narsa ko'rsatmadim lekin. Hozir endi narxani qopam tashlab ketdik. Bog'ni o'rkasini boshlashimiz kerak. Xudo xohlasa, opam keyin nonni yaptirib qo'yib, bir yerlarga ketishi mumkin. Men bugun shu uy bilan band bo'laman, gini bilan. Yana ko'cha. Shularni tutib borayotga yetish kerak. Beri to'y uchun sklad etamiz degan niyat. Kladovka yotib qo'yishakmizdan borayotga ketamiz. Bularni hammasini syomka etib yuribman. Shuning uchun time lapse qo'yib qo'yaman, tezlashtirilgan rejimda ko'rishlaringiz uchun. Juda ko'rmadan bir ish etaman degan umiddaman. Non tayyor bo'lib turibdi. Nonni kelishib qaraman, ishni keyin davom ettiraman. Xohlasa kamerani zaryadga qo'yib ketaman, borib kelincha. Hozir borish kelish yo'lini ko'rsatdim, ozgina ko'rsatib berishim shart emas, to'g'ri? Bir ko'zlab qo'ymasin, to'g'rimi? Hozir kamerani zaryadga qo'yib chiqib qaraman. Все, davom etib turman hozir. Borib nonni ko'taman, keyin davom etamiz. Nonni keldi. Suvarıp ham bo'ldi. To'plar taqadim, suvardim.
tekizlashtirdim bitta. Qatgandan keyin yana bir qator suv sepamiz. Yana qator yana sepamiz. Shu bilan yer qatsa, shundan narsa qurish mumkin bo'ladi. Kiyimlarni serib qo'yibmiz. Odamlar o'rtada yotibdi. Bu odamlar xudo xolasa to'yda ishlatiladi. Mana bu narsani qozon, tovoqlarni, kastrulkalarni qo'yish uchun ishlatacakmiz. Aybergana yangi to'plangan joy. Hozir qurgan joylarni yana bitta ochyapman. Bir qator ag'darib bersam, yana tena suv kiradi bo'ladi, yana bir qator suv oraman qatadi shu bilan. To'yga tayyorgarliklar shunday bo'lib turibdi. Video kam olib turibman. Uyda yurganim uchun. Lekin hozir endi kamerani zaryadga qo'yishyapman chiqib ketibdi. Bekor tutib qo'ygansan. 3-4 soatdan beri bekor tutib hafana borib kelgandan beridan, lekin yodimdan chiqib qo'yish. Hozir qo'yib qo'yish kerak shuni, yoddan chiqarmaymi? Yo'q. Yana nima o'tirib ko'rsatishim kerak bo'lsa ko'rsataman, bo'lmasa bu video qisqa bo'lishi mumkin. Balki ertangi kundagi bilan birga qo'shib berarman. Hozircha bilmayman. Так что vaqtinchalik xayr. Так, yuribman. Ishlash uchun oila bo'lsin deb ko'na rubashkani kiyib oldim. Olmota yurgan vaqtdagi rubashka. Mana bu quruvadi, yana bir qator ag'darib chiqdim. Hozir tekizlashtiramiz ozginadan. Keyin yana bir qator suv ochamiz shu bilan cho'kka bo'lishi kerak. Kimdan yana bir ishimiz bor, lekin u boshqa tarafda. Va bog'dan chiqqandan keyin uyni terinda boqsam yonimdagi yo'l. Bu yerdan to'yda odamlar yurgan kerak, chunki hamma ichimdan kirib chiqmaydi. Chetdan kirib chiqadi. Ko'p bo'ladi. Mana shu yo'l. Shu yo'ldan odam yuradi, tekizash kerak. Ramazon ko'chon ko'rib olaydi debdi. Shundan shuning gaplar. Hozir tekizlashtiraman va tekizlashtirganimni timelapse etib qo'yaman. Timelapse qilamiz. Chunki agar video zapishadigan bo'lsa, uzoq bo'lib ketsa, timelapse etsam, kamera xotira egarlaydi, chiroyli video chiqadi. To'prakni tig'lashtirib bo'ldim, endi suv ochamiz. Suv ochamiz. Biz holdan qo'yamiz deyishda turadi. Ben qarayib mana o'zi qora olsang-da. Hozir men ag'darib, to'plashtirib, suvlarni sep bo'ldim. Madam telefonda gaplashganda aytdi. Buni ag'darish kerak emas edi. Baribir to'liq keltiradigan bo'lsa, fundament keltiradigan bo'lsa, fundament o'tirib qoladi dedi. Ag'darish kerak emas edi dedi. Bekor aytdim dedi. Sizlarim ko'rib turibsizlar, yer ag'daryapman, tekizlayapman. Aytsangiz bo'ladi. Sen fundament keltiradigan bo'lsang, devona sana kerak edi, buni ag'darishda aytsangiz bo'ladi. Salam ishonib qo'ymaydi u. Telefon kelib aytdi. Keyin gaplashamiz.